Mana shu bolakayda videosi lentangizga chiqqanmi? To'g'ri, faqat Vine tomosha qilganingizdagi chiqmasligi tabiiy hol. Bu o'sha G'azo xarobalarini ostidan qutqarib qolingan bola. Ko'zlarga yaxshilab e'tibor bering-da, hech O'zbekistondagi bolalarning ko'ziga o'xshamaydi. Ya'ni ta'ma yo'q, nimadir so'rash ko'zlari yo'q-da. Samimiy, lekin umidini uzib bo'lgan. Ya'ni xuddi shunga o'xshagan bolachalarda 10 minglab o'lib ketdi. U bola o'z ko'zi bilan ko'rdi yo eshitdi. Bu ham balkim taslim bo'lganda navbatini kutayotgandir. Siyosat ham xuddi lentaga o'xshatdi. Inson so'zining o'zi lug'aviy ma'nosini unutuvchi. Ya'ni jahon chempionati bizga mana shu G'azoni unutishga yordam berdi. Ularga yordam berdi, ya'ni zulm qilayotganlarga. Iltimos, jahon chempionati tugadi, lentani sal orqaga qaytaraylik. Xo'p, nima foyda deyishingiz mumkin? Nima foyda? Foyda shuki, sizni qalbingiz qotib qolmasin. Zulmga doim qarshi bo'ling. Yomonlardan nafratlaning. Mana shu sizdagi mana shu ezgu tuyg'ular farzandlaringizga meros bo'ladi. 1000 yil, 100 yil, 10 ming yildan keyin zamon o'zgaradi. Chunki G'azoda ham bir vaqtlar ular ustun edi. Ularga zulm qilganlar uni uyiga yalinib kelgan edi. Teskari bo'lmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Tezkor xabar: Qirg'iziston maxsus kuchlari tomonidan O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida xizmat qilgan 27 nafar chegarachi va bojxona xodimlari qo'lga olingan. Qo'lga olish chog'ida ulardan daliliy ashyo sifatida o'zbek so'mlari chiqqan. Pul miqdori juda kichkina, 100 ming so'm, 20 ming so'mliklarligini e'tiborga olgan holatda ularning mijozi oddiy insonlar va o'zbekistonliklar bo'lgan deb taxmin qilinadi. Bu bo'lgan voqealar Qamchibek Tashiyev bilan bo'lgan voqealar bilan parallel tortsak ham bo'ladi nazarimda. Ochig'i bu uzoq vaqt davom etgan, sababi men ko'p eshitganman, shaxsan o'zimni tajribamda ham o'zimizni chegarachilar aka biz sizni o'tkazib yuboramiz, bizda muammo yo'q, lekin Qirg'iziston chegarasida sizda muammo bo'lishi mumkin degan gaplarni ham eshitganman. Sizda ham shunday holatlar bo'lganmi? Albatta fikringizni kommentariyga yozib qoldiring va Qirg'izistonda bu bo'layotgan ishlarni ijobiy baholaymiz. Albatta chegaradan o'tish muammo bo'lishi kerak emas. Bu ikkita xalqning, ikkita davlatning integratsiyasiga, do'stligiga katta yordam beradi deb o'ylayman. Chala savodlar uchun yaxshi xushxabarim bor. Bu muammo normal odamlarni ham qiynab kelayotgan edi. Qonunchilik palatasi yangi alifbo to'g'risidagi qonunni qabul qildi va Senatga yubordi. Unga ko'ra 26 ta harf, 3 ta harf birikmasidan iborat bo'lgan eski alifbomiz 28 ta harf va bitta tutuq belgisidan iborat bo'lgan yangi alifboga o'zgartiriladi. Katta ehtimol bilan mana bu chala savodlar endi O harfini 6, Ch harfini 4 qilib yozmaydi. Demak, o'zgarishlar O harfida, G harfida hamda birikmalarimiz bordi, Sh, Ch harflarida bo'ladi. Aytingchi, o'zga sayyoraliklar bormi? Garchi bu haqda Donald Trump ma'lumotlarni ochiqlashini aytgan bo'lsa-da, ayrimlar bularni bor deydi, ayrimlar yo'q. Keling, mantiqqa suyangan holatda bir o'ylab ko'raylik. Insonlar 10 ming yil, 20 ming yil oldin o'qish yozishni bilmagan bo'lsa, faraz qilaylik. Ular qoya toshlarga suratlar tushirishgan. Mana bu siz ko'rib turgan suratlar Sahroi Kabirda 12 ming yil yoshga ega va unda turli xil hayvonlar tasvirlangan. Demak, insonlar ko'rganini tasvirlagan. Misol sigirni ko'rsa sigirni, qo'yni ko'rsa qo'yni tasvirlashgan. Lekin mana bu rasmlarni ular qayerdan olishgan? Bular kimlar? Xayolot mahsulotimi yoki haqiqatan o'zga sayyoraliklarmi yoki o'sha vaqtda ular sig'ingan xudolarni shunday tasvirlaganmi? Bu savollar hali ham ochiqligicha qolmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zga sayyoraliklar bormi? Va insonlar bu suratlarda nimalarni tasvirlagan? Albatta fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna. Bema'ni savol bilan murojaat qilmoqchiman. Tramp kuchlimi yoki Si Jinpingmi? Garchi bema'ni bo'lsa-da, yaqinda ular uchrashdi va bu savolga javob qidirishmoqchi bo'lishchog'i. Siyosatda so'zlar emas, ko'pincha harakatlar gapiradi. Siyosat tili bu jestlarda namoyon bo'ladi. Ularni salomlashishdan to ketgunigacha bo'lgan xatti-harakatlari ustunlikni ifodalab bermoqchi bo'ldi. Dastlab salomlashishga e'tibor bersak, Donald Trump va Si Jinping salomlashganda Si Jinping Trampning qo'lini qo'yib yubormadi. Bu ham bir ustunlikni bildiradi. Ikkinchi harakat esa Trump tomonidan bo'ldi. U Si Jinpingning qo'lining ustiga "Ukam, men sen bilanman" degan ma'noda harakat qildi. Ya'ni ustunlik pozitsiyasini salomlashishda oldi nazarimda. Mana bu videoga yaxshilab e'tibor bering. Bu videoda esa Donald Trump o'tirgan kursi bilan Si Jinping o'tirgan kursining farqi ko'rinadi. Nazarimda Trumpning kursi sal pastroq. Bunda Si Jinping Xitoy Amerikadan ko'ra ozgina balandligini ko'rsatmoqchi bo'ldi chog'i.
Siz esa fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bu shunchaki tasodifmi yoki ataylab uyushtirilgan?